Assalamualaikum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi tashrifimiz yana Axunjon qassobnikina bo'ldi. Bugun 14-may haftaning 4-kuni. Bu o'g'izimiz ertang juma aksiyasida so'ylatgan o'g'iz. Ertang juma aksiyasida go'shtlarning bahasi xudo xolasa barini Axunjon akamning o'zi sizlarga yaqindan tanishtirib o'tib ketadi. Axunjon aka bir tanishtirib o'tib ketsangiz narx-navolarni ertangi. Ertan xudo xolasa 105 dan bo'ladi go'shtimiz. 100 dan to'g'rilmadik mal. 105 dan amallab sotib olindi u mal. Buni jo'y 550 kilo. Xudo xolasa ertan bir mal so'yamiz, shu har doim bir gap. Shu bir mal bir mal sotamiz. Juma 2 mal so'yib turdik, bu safar bir mal. Shunda o'tib endi mal sal neraq bo'libdi. Hozir sezon mal qiyin bo'libdi-da. Shunga 105 dan qo'ydik, mana ertan halolni minalni shu bir mal so'yamiz, bir mal sotamiz. O'g'izamdim yaxshi bo'lib so'yib chiroyli beramiz go'shtini, kelaveradi mana. Ertangi aksiyamizga qo'yilgan go'sht shu mal. Ertang shu o'g'izning go'shtini 105 ming so'mdan olsangiz bo'laveradi. O'g'izimizdan bir aniq bo'lib semirgan ekan, buyoqlaridan ham bir ko'rkazib o'tib ketamiz o'g'izni. Buning travesini necha kilo deysiz? 550 jo'vabesi. 550 kiloluk o'g'izning go'shtidan ertang xudo xolasa 105 ming so'mdan juma aksiyasida shu yerdan kelib olsanglar bo'laveradi. Hamda to'y-po'ylarga go'sht olata olmasangiz, Axunjon akam nomerini videoning ostuna qo'yib ketaman. Zakaz etib qo'yasiz go'shtlaringizni ertaraqdan. Endi yetmay qolishi mumkin-ku ertaga. Shu taxlab Axunjon akamning o'zi chiroyli etib beraveradi. O'zi xalq uchun ertang shu, xalq uchun bir mol so'yamiz. Chiroyli go'sht, xudo xolasa. Ertang go'shtga kelaverasizlar, xudo xolasa. Bizlarni kuzatib boring, bizlardan uzoqlashmang. Sizlarga har kuni shunday foydali videolardan qo'yib boramiz. Axunjon aka, ishlaringizga omad, sizni ham ertang go'shtga kelaverasizlar.